Erkeklarda ikkinchi yuragi bo'lmish prostatani davolaydigan dorilarimiz. Oldindan aytaman, ayollar sekin chiqib ketinglar, bismillah deb faqat erkaklar ko'rish uchun. Qaranglar. Bu jinsiy aloqa paytini uzaytirishga yordam beradi, prostatitga yordam beradi, prostata bezlarini shamollashiga yordam beradi. Haqiqiy, original, aslisi bu. E'tibor beringlar. Buni 3 xil turidan bor. Uchoz ham nihoyatda zo'r effekt beradi. Bu oddiyrog'i, sal yaxshirog'i, bu super xullas. Sizlar shunday mana rasmga olib, skrinshot qilib bizga +7 kod bilan 953 159 96 06 raqamlariga mana shular bittasini skrinshot turib, qaysi biri kerakligini yozinglar. Narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xullas, bunday aytganda, tabobat tili bilan aytganda, tabiiy Viagra. Hech qanday insonga, organizmga ziyoni yo'q. Bundan tashqari bu ham lechebli bo'ladi. Bundan misol iste'mol qiladigan bo'lsanglar, keyinchalik sizlarga tabiiy ravishda jinsiy aloqa vaqtini uzaytirishga yordam beradi. Keyinchalik ichmasanglar ham bo'ladi xullas. Hech qanday organizmga ziyoni yo'q. Bemalol murojaat qilasizlar. Sog' bo'lasizlar.